Barselona boshlangan mavsumda Chempionlar Ligasida g'alaba qozonadi desam, ishonasizmi? Ishonmasligingiz mumkin, lekin hozirda Barselonada buning uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Katalon klubi hozirda jahondagi eng yaxshi tarkib va o'yinga ega jamoalardan biri. Flik jamoaga kelgach, jamoa ichki muhiti va tizimini butunlay o'zgartirdi. Hozir Barselonada jamoa butunlay balanslashgan. Darvozani ishonchli Joan Garcia qo'riqlamoqda. Himoyada Konde, Garcia, Kubarsi, yarim himoyada ehtimol dunyoning eng yaxshi yarim himoyachisi Pedri, uning yonida Dion, Olmo va Gavi. Hujumda ehtimol dunyodagi eng zo'r trio Lewandowski, Rafinha va Yamal harakatlanmoqda. Flik ham o'tgan mavsumdagi mag'lubiyatdan o'ziga kerakli xulosalar chiqardi. Barselona futbolchilari esa ushbu mavsumda Chempionlar Ligasini yutishga va'da berishmoqda. Butun dunyo Liverpool, Real Madrid, PSG va Arsenallarni tilga olayotgan bir paytda Barselona sovrinni yutishga jiddiy tayyorgarlik ko'rmoqda. Shaxsiy fikrimcha, bu mavsum Barselona ushbu turnirdagi asosiy favorit hisoblanadi. Agar siz ham Barselona Chempionlar Ligasida g'alaba qozonishni xohlasangiz, like bosib qo'ying.